Assalomu alaykum. Men Habibulla Imom. 1956-yilda tavallud topganman. Ish faoliyatimizni 1974-yili musiqa asboblari fabrikasiga shogird bo'lib ishga kirishdan ish boshlaganman. Hozir qariyb 50 yildirki, ota-bobolarimizdan qolib kelgan shu sozgarlik kasbi bilan shug'ullanib kelaman. Sozgarlik kasbi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu juda chuqur ming yillarga borib taqaladi. Ko'p yillardan beri o'sha ustozdan shogirdga an'anaviy sifatida o'tib kelayotgan kasblardan biri. Sozgarlik kasbi shunchalar qadimiyki, uni birorta bir sozni tarixiy jihatdan shu soz shu yili yaratilgan degan hech qanday ma'lumotlar yo'q. Faqatgina rivoyatlarga kelguna taqaladi. Ota-bobolarimiz aytishlari bo'yicha har bir xonadonda devorda bir gilamsida bir dutor ilg'ib turgan ekan, har bir xonadon. Shunday musiqaga bu bo'lgan qadimdan ota-bobolarimizdan qolgan e'tibor bunga. Musiqa asboblariga sozgarlik kasbini o'rni alohidaligiki, sozgar bir sozni yaratish uchun, yasash uchun uni bir avvalambor shaklli beradi. Shaklli yasab chiqadi. Undan keyin bir go'zallik qilib bezaklar beriladi musiqa asboblariga, bezak, xo'sh. Undan keyin oxir oqibat bunga tovush berish kerak. Tovush chiqarishimiz kerak. Hamma musiqa asbobi, qaysi rubob bo'ladimi, dutor bo'ladimi, soz bo'ladimi, bijak bo'ladimi, qaysi musiqa asbobi bo'lsa ham ana shu 3 ta tartibga, 3 ta qoidaga amal qilgan holda ijrochiga albatta tayyor holatda berib, tayyor holatda qilib berishimiz kerak. Musiqa asbobini asosini bizga hozir tabiiy ravishda yog'och tashkil etgani uchun biz o'sha yog'ochni ham sodda til bilan aytganda tabiiy sutdan 10 litr sutdan, masalan 1 litr qaymoq yo yarim litr qaymoq olinib qaymoq ishlansa, demak musiqa asbobini ishlash uchun ham o'sha yog'ochni eng qaymog'ini olib turib joyga ishlash kerak. Yaxshi tabiiy ravishdagi yaxshi so'z chiqishi. Dunyoda juda ko'p xalqlar ko'p, tillar ko'p. Lekin hech qachon musiqani tarjima qilinmaydi. Musiqa tarjimasiz ham tushunarli. Ustozlardan o'rganganimizdek, hozir albatta yoshlarimizga buni davomiyligini saqlab qolish uchun yoshlarga ustozlardan o'rgangan narsalarimizni yoshlarga qo'limizdan kelgancha yetkazib, o'rgatgan, bilgan narsalarni yetkazishga harakat qilamiz. Buni doimiyligini o'sha saqlab qolish uchun hammaga yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar bildirib qolaman.